ekstrasistole taxikardiya bo'yicha obsessiv fikrlar bo'ladi insonlarda, OKR holati, ya'ni qachonki inson o'zini pulsini tez tekshirishga ehtiyoj sezsa, qanaqa hozir mani pulsim? Bu puls haqidagi insonni xavotirga soladigan fikrlar bu obsessiyalar hisoblanadi. Istalgan obsessiya, ya'ni xavotirli fikr va uni bostirish uchun qilinayotgan kompulsiya, ya'ni ritual hech qachon insonga yengillik hissini bermaydi. Har bir qilinayotgan ritual insondagi obsessiyani yana ham kuchayishiga sabab bo'ladi va trevogani yana ham ortishiga olib keladi. O'shaning uchun ham agar sizda obsessiv kompulsiv turdagi buzilish bo'lsa va sizni turli obsessiv fikrlar qiynayotgan bo'lsa, nima sizga tavsiya qila olaman? Birinchi navbatda o'sha obsessiv fikrlarga siz hayotingizda shunchaki bo'lishiga ruxsat bering. Ular bilan kurashmang, chunki siz qancha ko'p ular bilan kurashsangiz, shuncha ko'p ular sizni oldingizga kelaveradi. Agar siz o'zingizda o'sha fikrlarni shunchaki kuzatuvchisi bo'lish qobiliyatini, ko'nikmasini deylik, shakllantirishni boshlasangiz, bu sizga yengillik hissini beradi. Bunaqa ko'nikmani psixoterapevtik turli usullar, texnikalar yordamida o'zingizda shakllantirishingiz mumkin. Buni ustida ishlash juda ham muhim. Shu orqali siz yengillikni his qilishni boshlaysiz, rituallar orqali emas.